Assalomu alaykum hammaga, yaxshi kayfiyat. Mana bugungi video roligimizda bir ukamiz, ya'ni zarrachilar qatoriga yana qo'shildi. Birinchi marta kelib Dubayga va yaxshigina brendga kirib ketgan bir ukamizdan bugun suhbat olamiz. Ya'ni o'zingizni tanishtiring uka, biz obunachilarga. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Umarjon. 7-oktyabr kuni Dubay shahriga yetib keldik. Maqsadimiz yaxshi karyera qilish. Shu plani bo'yicha keldik. Ertasi kundan biz haftalik planimizni tuzib oldik. Bizni planimiz sales bo'yicha edi. Ko'pchilik aytardi, sales qiyin. Bu yerda Dubayda 1-2 yil ishlab, keyin salesga o'tganlar bor. Biz umid so'ndirmadik. Akamizning maslahatlari bilan CV'larni berdilar. Biz salesga topshirishga qaror qildik va dastlabki 1-2, 2-chi, 3-chi kunlari Dubaydagi katta mollarga borib CV'larimizni tarqatib chiqdik. Emaillarni oldik va uyga kelib emaillardan topshirdik. CV'larimizni ham berib keldik. Bu birinchi hafta javob kelmadi. Hozir nima qarang, mana bilasiz, odamlar birinchi savol bo'ladi, qanday qilib ishga topshirsak bo'ladi. Mana Dubayga keldik, birinchi ishimiz nima deydiganlarga mana o'zingizlar tajribalardan chiqib aytishinglarni xohlardim. Ya'ni sizga ko'pchilik har xil maslahat berdi, misol uchun, va shular qatorida men ham o'zimning maslahatimni berganman. Shulardan bittasi mana birinchi etapda qaysi holatda yurdinglar? Ya'ni offline yurishni tanladinglarmi yoki onlayn, ya'ni onlayn topshirdinglarmi? Faqat uyda yotib yoki yuribmi? Shu etapdan boshlaylik. Qanaqa bo'ldi? Men asosan ikki guruhga bo'ldim. Ya'ni onlayn apply qilish va do'konlarni o'ziga kirib HR emaillarni, adreslarini olish. Biz ikkalasidan ham bitta vaqtda foydalandik. Ham do'konma-do'kon CV tarqatdik. Ikkinchisi HR emaillarni oldik va uyga kelib onlayn apply qildik. Buni afzalliklari mana nimada deb o'ylaysiz? Mana kimdir aytadi, chiqmasdan onlayn qilsang ham bo'ladi, yo offlayn qilib o'tir deydi, yo bo'lmasam kimdir yur deydi. Mana yurgan jarayoningizdagi eng afzallik tarafi nimada bo'ldi? Yurgan jarayoningizda bu yerdagi ko'p molda hammasi chet elliklar, ishchilar, ya'ni ular hammasi yordam berishadi. Ishga kirmoqchi bo'lsangiz, networking ko'payadi, ya'ni tanish bilish. Biz mollarga kirdik, do'konlarga kirdik, tanish orttirdik va u yerdagi tanishlar bizga yordam berishdi. Ya'ni shu yo'nalishda borsang, mana shu joyga kirasan, shu yo'nalishda borsang, shu joyga kirasan deb, o'shalarning yordami ham katta ahamiyatli rol o'ynaydi deb o'ylayman. Adashmasam o'shanaqalarni deb ham hozir Zaradasizlar, a? Ha, albatta shunday. Zaraga shu tanish chiqib qoldi. Molga borganimizda, o'zimiz ham onlayn apply qilgandik, lekin onlayn apply qilganimiz afsuski javob kelmadi. Adashmasam onlaynda ham keldi. GMG guruhiga adashmasam topshiruvdinglar, Nike'ga. Ya'ni bular ham oddiy nimaga emas, bu omad kelsa shunaqa bo'ladi-da, bir Nike'dan, Zaradan, endi keyingi etaplarda yana ham fashionga yurishadi. Mana bitta narsani so'rayman, mana kelganda siz Dubayda qanaqa tasvirlagan edingiz, qanaqa bo'ldi? Ajdaning. Dubayga kelishim bilanoq birdaniga ish topaman deb o'yladim, chunki menda rus tili, ingliz tili yaxshi darajada va qiyinchiliklarga ham keldik. Ya'ni ish topa olmasdan waiter, ya'ni ofisiant pozitsiyasida ishlab ko'rdim bir kun. Men qiynaldim. To'g'risi taqdirga tan berib, uyga уже bilet ham olib bo'lgandim. Qaytib ketishga tayyor turganimda keyingi imkoniyatlar ochildi menga. Ketishingizga sabab nima bo'ldi asosan? Qiyinchilik, chunki salesdan уже umidimni uzgandim. Waiterlik pozitsiyasida ishlab ko'rdim, chunki men oldin waiter bo'lib ishlamaganman. Menga qiyinchilik bo'ldi. Shuning uchun o'zimizga qaytib ketaman deb niyat qilgandim. Asosan mana waiterlik pozitsiyasida kimlar ishlaydi? Ya'ni sizni levelingizdagi ingliz tilidagilar bormidi yo sal pastroqmidi? Asosan bu yerda tajriba rol o'ynaydi. Men O'zbekistonda o'zimizda waiter pozitsiyasida umuman ishlamaganman. Ingliz tilim yaxshi. Lekin men bu yerga kattaroq pozitsiya bo'yicha umid qilib kelgandim. Asosan tajriba bo'lsa, waiterlikka imkon bor. Osonroq ham chiqadi. Osonroq chiqadi. Salesda mana o'sha Zaraga kirdinglar, Zarada o'sha offerlarni oldinglar. Ya'ni hozirgi kelayotgan yosh, masalan, sizlarga tengqurlar o'ylanib, borsammi, bormasammi deb o'ylanib, ikkilanib turgan o'zingizlarda ham bo'ldi-yu, shunaqa narsa bo'lib turgan holatlardagi insonlarga nima tavsiya bergan bo'lasiz?
yangi kelayotgan bolalarga tavsiyam hech qachon umidni uzmanglar. Kelishinglar bilan plan qo'yib, o'sha plan bo'yicha harakat qilinglar. Lekin hech qachon umidni uzmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Boshi 10 kunlik haftada bir nima deydi, 10 hafta emas, 10 kunligida vasha depressiyaga tushishni boshladik-a? Depressiyaga tushdik, chunki kuniga yuzlab email yozardik, javob kelmasdi. Biz o'zi stressga tushgandik. Keyin Zaradan offer keldi. Xudo xohlasa o'sha yerda ishni boshlaymiz endi. Aha, ya'ni sizlarda hozir bilishim bo'yicha bir nechta offer bo'ldimi? Bir nechta offer bo'ldi. Zaraga kirganimizdan keyin Nike'dan keldi. Nike'dan offer keldi. Keyin yana bitta narsa qiziq voqea bo'ldi. Mashinalar haqiqatan mashinalar bormi, yo'qmi? Dubayda yangi kelayotganlarga maslahatim, harakat qilganlaring jarayonida emaillar olishinglar mumkin. Ya'ni Dubayda intervyuga invite qilishadi sizlarni. U yoqqa borishganda sizlardan agarda pul talab qilishsa, demak bilingki, bular skamerlar, ya'ni mashinniklar hisoblanadi. Buni siz qanday bildingiz? Uni bu yoqqa kelganimizdan keyin aytishdi, akamiz maslahat berdilar, intervyuga borsalar, agar pul so'rasa, demak ular mashinnik. Aytdilarki, bu yoqda ishga taklif qiladigan kompaniya hech qaysisi kandidatdan pul olmaydi deb bizga aytishdilar. Va shunday bo'ldimi? Zara oldimi pul? Zara olmadi pul. Vizalar chiqdi hozir. Vizamiz chiqdi, xudo xohlasa. Ya'ni 1 so'm pul olinmaydi. Agar pul sizlardan talab qilinsa vizaga, u bilingki, u sizlardan foyda qilmoqchi va u narsalar xotiron. Keyin dardinglarni hech kimga ayta olmaysizlar, hech kim yordam bera olmaydi, men ham yordam bera olmayman. Даже уже bo'ldi, pulinglarga otildinglar. Dubay polisga borsanglar ham o'ynab kelinglar. Toshing narada urishtir deydi. Mana xo'p, mana ko'rdinglar, Dubayga kelib harakat qilsa, o'ziga ishongan, misol uchun insonlar bo'ladigan bo'lsa, kelsa bo'laveradi. Endi bir yuans aytaylik, shu yerga kelishda qancha rasxod bilan kelsa bo'ladi? Shu yerga kelsangiz, o'rtacha rasxod $1000. $1000 o'rtacha deb hisoblayman, chunki ishga kirishingiz bilan ham oyligingizni birdaniga berishmaydi. Ishlash jarayonida bir oy davomida qiladigan rasxodlaringiz bor. O'shalarni ham hisobga olib, men hisobladim, o'rtacha $1000 deb hisobladim. Xo'p, endi $1000 rasxod qilasiz ekan, $1000 dan yuqori topsangiz bo'ladimi? $1000 dan yuqori topsa bo'ladi. Bu Dubay imkoniyatlar shahri. Bu yerda hamma o'zini biznesini ochsa bo'ladi. Yosh biznesmenlarga sharoitlar juda ham yaxshi. Muhimi bu yoqqa kelib karyerani boshlash. Ko'rdinglar, eshitdinglar. Agar sizlarda ham xuddi shunday Dubayga kelib o'zingizlarni karyerangizni qurmoqchi bo'lsanglar va Dubayga kelib joylashishda sizlarga yordam kerakadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Pastdagi raqamlar yoki Telegramim o'tib sizlar bemalol aloqaga chiqsanglar, Dubayda kutib olish, uy-joy va sizlarga ishga kirishinglar uchun mana bu yoqqa yordam berganim kabi faqat maslahatlar bilan, lekin ishga olib kirmayman. O'zlari ham bilishadi, faqat maslahat beraman. O'ylaymanki, siz ham shular qatorida ishlik bo'lib ketasizlar. Kelasi videoda o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mayli, xayr.